Assalamu alaikum hörmetlik ekran qarindoshlar, mo'nglarning vaqti xeyirlik bo'lsin. Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazininki xalqaro vaziyat programmasiga xush keldinglar. Ruqiya Turish xonim, siz xush keldingiz. Xush bulduk. Rahmat. Dunyoning vaziyati nihoyatda tez o'zgarib ketyotidi. Bo'libmi yaqinqi 5 haftadan buyon bu Ironga Amerika Isroilning qilgan oshgan urushi bilan dunyoning siyosiy, iqtisodiy, texnologiya, askeriy jihatdan nurg'unlagan o'zgarishlar bo'ldi demdi. Albatta bu urushni echishdan oshgan chog'da davlatlarning ma'lum bir manfaati yoki qiziqishi bo'ldi demdi. Bu urushda masalan Isroilning bundoq urushga bega akirishi Amerikani akirib majburlagan yoki chekilgan qoyil Trump akirgan holati bu urushga akirdi-da, endi bu urush 5 haftadan eshib ketdi. Bunun arkasında qandaq bir sebepler var mesela siyasi, iqtisadi, yakımız dini sebepler var mı? Siz qandaq oylaysiz bunu? Albatta boshqa kuzatuvchilarni da'vatidu. Diniy sabab muhim deb, chunki bu Isroil bu yerda Aqsa için, Aqsa için deyman, Masjidi Aqsa. Urmuz, he. Masjidi Aqsaga templni qurib, o'zining masjidini qizil qalin o'tirib, kuli bilan tozalaymiz degan bu nimasi bor bu yerdagi. Bularninki mushu zimin İbrahim Aleyhisselam'ның evlatlarına Allah tarafından vədi qılınğan yer. Şuna muş İbrahim Aleyhisselam'ның evlatlarından başqadan bir yerdə yaşamaslığı kerak deb Falastinlikni öttürüb bu yerdə ularni qo'g'lab chiqarib, shunda bir boshqa arablarni hech qaysini yashatmaymiz, faqat yahudilarlar yashaydi deydi. Amaliyotda kulgili yeri u yahudilarning hammasi payg'ambar shu İbrahim Aleyhisselam'ның avlodi. Amaliyotda Falastinliklar o'zlarini İbrahim Aleyhisselam'ның avlodi. Shunami? Ularmi İbrahim Aleyhisselam'ның avlodi, bu yahudilar bular bilan tuqqan, shunaqa. O o'zining shu dinni nimasiga shu qarshi holda arablarni u yerni öttürüp yo'qotib chiqarib etimiz. Faqat yahudilar yashaydi bu yerda deydi. Amaliyotda u yerda yashayotganlar hech jiqi hamda sap yahudi, ya'ni bevosita shu irq nimasini qonni surishtirsa bevosita İbrahim Aleyhisselam'ninki irqiy avlodlari bo'lmasligi mumkin. Bu narsa bilan shu bular bu yerda shu cho'ng Isroil quramiz degan bir hedefi var, ya'ni. O'rta Sharqda. O'rta Sharqda. Shuningga bular Suriyani olaman, Jordan, Liban hammasini olaman, Turkiyani nima tarafini olaman, tutash tarafini deydi Suriyaga. Aslında şu bunun İran'ın hammasini qisib chiqarib, ish qilib yo'q qilman deydi. Zaten Saudiya bu İsrailning yanchiqini. Shuna bo'lgan men olaman deydi. Buningga hamda İran yo'l qo'ymaqliq, undaq bek kengayishiga İsrailning. Bu bir diniy sabab. Bu diniy sababdan boshqa yana bu yerda İsrailning Amerikaning manfaatiga tutishadigan iqtisodiy, ya'ni iqtisodiy nimasi bor-da. Chunki bu yerda bir O'rta Sharqning nefti bütün bir yerdə asasən dünyanı təminləyən neft dövlətləri var. Ondan sonra bu İsrailin məqsədi şu yerdə, yəni Amerikanın məqsədi Hormuz, yəni dəniz, yəni Rimləndəydi o. Euro-Asia Rimland teori, yəni dənizni kontrol qılğanlar Asiyani ve dünyanı kontrol kılıdı deydi. Şununla bu hazır şu Indo-Pasifikni Amerika kontrol kılıqlıq, Amerika dünyanın ki hocası hegemonik power boğalıq üçün, yani kontrol kılıqlıq Hormuz boğazını alsa Malakka'dan Hormuz boğazı için. Mesela dünyanın ki en çok neft mesela Malakka'dan 29% dünyanın nefti ödülü, 26% dünyanın petrol Hormuz'un ötüdü, yani asası çok neft boğazlarını kontrol kılış. O yerden hem de İran bundan menfaatini Amerika'ya vermeyvatıdı. Amerika bu boğazını, Hormuz boğazını bütünlüğü kontrol kısam, deydi İran'ın adamları Oman'daki bu boğazını ötken kemilerini partlatıp aram vermeydi. Amerika'nın bütünlüğü kontrol kılgızmaydı. Hem Amerika'nın menfaati bu arkalık O'rta Sharqdaki Persian Gulf'ı, Paris koltuğu, yani Hormuz boğazı arkalık o Avrupa'ya, Mediterranean dengiziga kirib, u yerdan Yevropa, bütün dünyanı munda qorshab dengiz orqali Amerika unda bo'lganda bütün dunyoga xo'ja, ya'ni shuna kontrol qiliqliqda qilaman deydi. Ammo o yerdagi bir nimasiga shu bu İran bir to'salg'i bo'lib, Housilar bularni portlatib kemalarni kechirmagankin, bu Amerikaning manfaatiga tutishadigan narsa. Bu manfaatdan İsrail ustunluq bilan foydalanib, lobbichilik qilib Amerikada qarama seni manda qiladi, o'ta xizmatida. Shunga sen shu İranni ursang, Hormuzni alsang deb u İsrailning o'zining manfaati bor. U o'ylaydiki, u dengizdan shuni to'xtamay İsrail Libanni uryapti, hozir Libanonni. Çünkü Liban degan dengizga ochilgan bir kostal rayon ashta. Ondan keyin bu İsrailning maqsadi bu bütün Arab davlatlaridagi neftni agar Livanni kontrol qilsa, Suriyadan
Jordan, Oman, bu yerdə Arab Saudi, bu yerdəki Qalf dövlətlərinin neftini hətta quruqluqdurmu biroq İsrailiya arqılıq şu Libanğa əkrib qıtıvasa Libanni məsələn çö ilib. Onundan keyin dengizə əkrsə o vaxtda İsrail mı çoğ kontrol qılğan boldu da o rayonun bütün baylıqını İsrail kontrol qılğan boldu. Həm dinni məqsədiga mi yetgan boldu. Şu səbəbdən elə kontrol qilish məqsədiga çoğ İsrail degan güclənidi da o vaxtda. Şununğa toxtamay İran nimini Libanonni urwatıdı hazır. Əgər hazır bu İran bilan uruş toxtutish üçün bu Amerika sözləşiyotydı. Həm də o'tirliqda J.D. Vance tashlab chiqib bundaq nim qilgan bilan u bir taktika deb o'ylayman. U butunlay bu to'xtatib qo'yish emas, ammo yana bular sözləşidi. Sözləşib qıvatsımı, sözləşib urush to'xtatsımı, o İsrailning maqsadi boshqa bo'lgankin to'xtamaydi. Qarmansiz to'xtamay Libanonni urwatydi. Hamda bu yerda Amerikaning manfaatimi buningga kesishganligi uchun bu urushga kirib qoldi-da. Chunki bu dengizni kontrol qilib Xitoy kuchlanib ketib bordi hozir. Xitoyga bu hegemonik o'rnini tatqizib qo'yishni xohlamaydi Amerika. Buning uchun. Elbette bu Hormuz dünyadaki mühim stratejik ehemmiyetga ega rayonga bu yerda faqat energiyamiz harbiy jihatdan buning ehemmiyetini ait mühim emas. Hozir tünögünki chiqqan ba'zi xabarlar qaragan chog'da Amerikaniki masalan Indoneziya bilan bir askariy hamkorlik bir narsa tuzganligi buningki bir moddasida Malakaga u yerning Malakaga qarata u yerga havo bo'shligidan Indoneziyaning nimasini ishlatiladigan havo bo'shligini ishlatiladigan aerodromdan ishlatiladigan mana bir modda bor ekanda endi buning asosiy narsasini Malakaning kontrolligini qila oladi endi Amerika hozir yandan Hormuzda urush Hormuzda İran bilan urush etib bu yerga Malakaga yetkilishi bu qandaq bir tushunsak bo'ladi buni hozir. Chunki bu Indoneziya abayım deb o'tdim bu Amerika bütün dengizni kontrol qilib turish kerak hegemonik powerni Xitoyga bermaslik uchun. Amdiliqi 9 dash line degan narsa bor. Ben hozir xaritada ko'rsataman. O 9 dash line degan bütün shu Janubiy Osiyo dengizi mening deyiglik Xitoy. U yerda bir muncha orollar bor. O orollarning hammasini Xitoy ma'luma deyiglik. Amaliyot o orollar Indoneziyaning, Malayziyaning, Filippinning, Tayvanning, anondan keyin Brunei hammasi Vietnam hammasi o orollarga Yapon hammasi o orollarga nim qilg'iliqchu, claim qilg'iliq mening deyiglik. Ammo Xitoy qo'pib mushu 9 dash line sizib mushu orolning hammasini men olaman deb u ya'ni ashunda demoqchi. Endi bu 9 dash line udul shu mavu Indoneziyaning Natukasmi Natukasmi unuttum bir oroli bor. Shu orolni kesib o'tdi bu 9 dash line birsi. Hamda Malakka bo'g'izining batirpida shunami? Mayad Malakka bo'g'izi bo'lsa, miyada xaritaga qarasanglar, mana bu hamda qizil belgi qilib qo'ydim. Bu shu nimada shu orol Indoneziyaga. Indoneziya bu yerdagi jo'grafiyada nihoyatda chechilgan cho'ng bir markaziy bir o'rinni egallaydi shu dengizdagi uchun. Shuning Indoneziyaningki jo'grafiyalik o'rni, geostrategik o'rni bek muhim. Agar Amerika u yerdan blanket flyover deb mana aeroplanlarning uchib o'tish huquqini olsa, hozir Indoneziya bermay o'tibdi. Xitoyni bek xap qilib qo'ymayli deb qo'rqib mana bitaraf turish politikasini o'ynaydi-ku Indoneziya. Amdi agar shuni olsa Amerika, u yerda u vaqtida Xitoyning paraxod, aeroplan hamma nimasini bevosita ko'zatalaydi, uchurlarni, istixborotlarni to'play oladi, hamma narsani qo'ya oladi. Ham xuddi butulkaning og'zini siqqandaklar Malakkaga kiradigan, ya'ni kontrol qila oladi. Hozir burun unda qilmay nemishga unda hozir chiqib qoldi degan savol chiqdi bu yerda. Bu menchi bu undaq nima davomli so'zlashishlik texi olmadi-ku u ya'ni. Oxirgi nima bitmabdi. So'zlashishi mumkin, elishga tirishishi mumkin, chunki u strategik o'rni abay degandek bak muhim, chunki Xitoy u yerni olaman dengizini davatidi. Agar Hormuz bo'g'izida hozir u Trump blok qildi-ku, bu kelishim suhbat bitmasdan Xitoyning kemasi yana o'tayveradigan ish bo'lsa, u yerda chunki Hormuz bo'g'izini İran taqib olgan bilan Xitoyning kemalarini o'tkazadi Iran. Xitoyning kemalarini o'tkazgandan keyin Amerika sa o'tkazganini taqayma deb Amerika taqidi. Ammo Xitoyga chiqilanmay, darhol chiqilanmay Xitoyning kemasiga yaqinmidi masalan o'tkazvatdi. Yoki bu kema balkim bevosita İran portidan neft olgan bunda kema bo'lmasligi mumkin. Kargo emas bo'lmas. Kargo kemasi bo'lmasligi mumkin yoki arab davlatlaridan o'tgan kema bo'lishi mumkin. Uni men ancha o'qib ketmadim. Siz buningga ergashdingizmi? Qanday kemaga bu Xitoyning o'tib ketgan kemasi u yerdan, Hormuz bo'g'izidan? Tanlon qachilangan
keme deydi, başka bir devletin İran'ın bayrağı. portudan çıkan mı ki aşı kemi? Ha, Onda aşağıdan olsa çıkandı. Amerika bunu bilip durup ötküzmette çıkılmadı deganlik, şunami? Çıkıl İran'ın portuga kirgan kemilarga ötküzmeyme devatkan. Amerika bunu ötküzetdi çünkü aldıraplı derhallam Xitoyga mı çıkılamaydı. Eğer unda kısa Xitoy Tayvan boğazını uçu. Çünkü Amerika onun tayarlık kılış gerek de Tayvan boğazını mı Amerika'nın kemilerini ötküzmey yapının başka onu blok kılıdı da doğaldı Xitoy. Şunu bu bu Nine Dash Line'ı mı ayada Amerika'nın nimo Xitoy'ның uyada kemiler bu yani egalleyme dep turgankin Amerika uyani boğuş arqılıq aeroplanlarını ekilip ayada Xitoyga uyada küçünü köstüdü. Sen bu yada manda qılsan men manda qılman depçi hazır hem deylik. Derhal bir uruş bolup ketmegen taqdirdimi? Uruş bolup ketip qalsıçı. Hiç kim diyemeydi. Hazır ciddi ahvalda. Uruş bolup ketip qalsa Amerika'nın tayarlığı buluş gerek. Şunu dengizin Xitoy'ның eğer Xitoy Tayvan'ı boğuman dese Amerika mı Malakka'nı kesitdi Indoneziya arqılıq. Şununğa bunu qılatqan narsa. Xitay mesela askeri nemisde nurgun tayarlık kıldığı terakki kıldırıp atılmış. Deniz armiyasına Amerika bilen kelgisinde kelip çıkış ihtimal olan bir uruşqa qarta. Netçilik terakki kıldıra aldı mesela şu Xitay özünün askeri sahasını. Hazır bu Xitoy armiyasininkiligi strategik report bor. Hı hı. Harbiy strategik reportni e'lon qildi. Shu e'londan shu reportga qaraganda Xitoy butunlay o'zininki defense sistemini qattiq tez suratda o'zgartirib atadi. Uniki xarakterini o'zgartirib atadi. Masalan, jonliq sistem paydo qilamiz deydi. Masalan, Xitoyning armiyasi buyruq kutib yuqurdan buyruq basish qildigan buyruq bamiz to'xtab qoldigan unda bir sistem emas. Xuddi Iran yaqindagi jonliq sistem buyruq kelmasa hammasi o'z oldiga harakat qila oladigan bir sistem qurdi-ku. Shuni yaqin qilamiz Amerika baş etemey qoldi. Shunga o'xshash bir jonliq sistem birinchisi. Unda qilamiz, unda bo'lganda askarlarimiz va komandolar markaziy nimaninki o'rinninki markaziy komandoninki buyruqiga qarab qolmay o'z oldiga harakat qila oladigan o'zini o'zi yengila oladigan qilmasa manda bir sistemni o'rnatyapti. Nihoyat tezlik qilyapti buni. Undan keyin bu ziyonni sumurib darhol moslasha oladigan. Darhol moslasha oladigan deganda buningda qanday moslasha deganda o'xshash sistemni kopiya qilib, masalan bir yani urib atsa, uning o'xshashdan yana birini keyindin. Masalan birini urib atsa, bir yani vayron qilib atsa, shuning o'xshashdan yana birisi chiqadigan. Oqini kopiya qilib, manda chiqadigan, yani ziyonni sumurib, uning qarshi harakat qila oladigan. Undan keyin har bir xalqcha buni shu bütün xalqni da askardek hamma odamning zehniyatiga askariy kuchdak singdirib yetadigan. Hatto davlatda Xitoyning videolari chiqib hozir voy Yaponniki bekchiq ish bilan kirgizyapti. Har bir xalq bunga diqqat qilib, hammamiz o'zimizni armiyada kes qilib buni ma'lum qilaylik deb Xitoyning g'alchilari so'zlaydi, tushunami? Bu degan asli Xitoy intelligensiyaning qiladigan ishlari, ammo xalqlarni harakatlantirib, hammasini birning keyindan biri kopiya qilib chiqadigan munda bir sistemni qilib olamiz. Bunda qilganda biz o'zimizni, nima deymiz, xuddi mashinani remote qilgandek darhol remote qilib o'ngshib olaymiz. Jiq ziyon uchirsaqmi darhol o'ngshib olaydigan bir holatga kela olamiz odatda. Undan keyin cyber sistemida bu Xitoy shu har bir xalqni ashta quvvatida unkin bu nima shaxsiy bir nima desa yağınç oğanken bu Xitoy bir nima desa men qilmadim, men hukumat olarak Xitoy hukumati qilmadi buni. Buni shaxsiy shirkatlar qilibdi deb bütün shaxsiy shirkatlarni shu cyber yani jinoiy ishlarni qiladigan cyber bilan uchur o'g'irlaydigan istixborotlarni boshqa davlatlardan o'g'irlaydigan qilib tarbiyalayapti bu Xitoychim. Bekchiq tarbiyada hatto maqitma Ironga qoral bergan, qoral satgan nimalar Gulf davlatlarini urganmi Xitoyning shirkati bo'lishi mumkin deydi. Ammo Xitoyda bu shaxsiy shirkat men bilan nima aloqasi deb turib olaydi-da, u o'ziga olmay bir narsa. Amerika o vaqtida sen meni urgandiki men seni urma deb darhol urib ketamaydi Xitoyni, darhol urush boshlanib ketamaydi. Ashuna o'xshash bu nurg'un cyberni uchur o'g'irlaydigan xakerlarni bu Xitoy bekchiq yetishtirib shaxsiy shirkat qilayotgandan keyin bu o'zing topgan balog'ni borsan davoga deb yaqinda Xitoyninki shu cyber shirkatlardagi o'zi tarbiyalayotgan o'zining jinoyatchilari bir nima desam shularga shaxsiy davomli Amerikanikini o'g'irlaydi askariy axborotlarni, ashdami? Boshqa
devletninkini o'g'irlaydi. Undan keyin Xitoy nimishki sen buni o'g'ilding deb desa, men emas shaxsiy jinoyatchilar o'g'irlabdi deb qutuladi. Ishtaqo. Amaliyotda Xitoy hukumati mushlarni o'zi tarbiyalagan hammasini degidek mushta kengaytib o'tgan. Yaqinda men CNN'ga chiqdi. Flaming China deb Telegramda e'lon qildi. 10 petabayt Xitoyning ashu haykerlari Xitoy o'zining axborotini o'g'irlagan gap. Military axborot, havo, airspace uchun. Keyin sun'iy emra, nurg'un yani biotechnology degandek bu uni tushirish bilan 6 oy vaqt ketadi ekan. Shunda chiqish, hammasini biroq o'g'irlagan gap. Endi buni Xitoy 6 oygacha bilamabdi. Hozir endi Xitoy mushuni bir setyapmisini taqatdi. U uchur chiqmadi deyi satdimi, satqanini hech kim bilamadi. Lekin buni satmay qolam, cho'qim boshqa davlat app bo'ldi uni degan gapda. Agar boshqa davlat app bo'lmasa Xitoyning butun harbiy kuchini analiz qilib, shuning qarta Xitoyni ura oladi. Bu mu shun Xitoy qattiq tedirgin bo'lib, hozir butun chegaralarini taqab bundaq tağda mаңыдыған adamlar mаңмайсызlar, taqı chiqadiganlarmi chiqmaysizlar deb Mo'ng'ul Quran taqidi, Himalaya tog'iga ketadigan tarafni taqidi uchun ashuna narsalarni chiqaryapti Xitoy hozir qattiq o'diq. Hamda hozir urushning nimasiga tayyorlab qilyapti masalan. Urush degan bir davlatniki cho'ng ishi, uning uchun bir iqtisod bo'lish kerak, logistik tayyorlaydigan qil. Hammani mang'uzon iqtisodiy kuch bo'lish kerak. Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti hozirgi iqtisodiy kuch uchun urushni qamdayalaydiganga yetarlikmi? Endi bu Xitoyning iqtisodiy kuchini bular mundaq faraz qilyapti g'arblik analizchilar. Xitoy nima deydi? Burun dunyoga birinchi qitimliq shokni akirgan. Chunki butun dunyoni Xitoyninki ushaq chekmallari azamini qaplab ketgan. Shunaqmi? U Xitoysiz, u azam mallarsiz boshqa ishlab chiqarmagandan keyin boshqa davlatlar yashayanmas holga beqinib qolgan Xitoyga. Buni Xitoy create qilgan. Endi Xitoy buningdan halqib ikkinchi qitimda hozir iqtisodiy reportida mudavvatida texnologiyani asos qilamiz, noy taraqqiy qildirayotimiz deydi. Texnologiya bilan bular robot, uningdan elektronik mashina, EV mashinlarni, shunday narsalarni yuqori darajalik texnologiyalik ya'ni shundan narsalarni ishlab chiqarib burunqidagi qilganda ushaqchak azon narsa emas. Mana narsalarni noyt boshqa davlatga qaraganda azon qilib setib nim qilmiz davatda dunyoga ikkinchi qitimliq shokni bermoqchi deb yana Xitoy hamda mushu narsalar bilan yana egallab ketadigan bo'ldi deb ba'zi kuzatuvchilar ashunda deb qarab etdi. Men xabarlarni arashtirsam, ammo men deyman, shaxsiy ko'z qarashim, u Xitoy bu narsalarni bu narsalarni dunyo taqtish uchun supply chain tayyor bo'lish kerakda, uni oladigan shunami? Uni masalan unda chiq mashina bir narsalarni robotlarni yozsa, uni oladigan yavozuldi. Kimga sotadi? U hisobla o'zining alyansiga, Afrikadagi bichara kambag'al davlatlarga sotsa, ular unda narsalarni ishlatib, unda jiq narsalarga pul xashligidek har qancha azam bo'lsin. Xitoyga foyda bermaydi ular, unchalik chiq ololmaydi. Undan agar uni shu g'arb davlatlari olmasalar Xitoy cho'kadi iqtisodiy. Ammo g'arb davlatlari olsa, yana Xitoyni boyqib qo'yadi-da o'ziga. Endi uni bilgichilik bor deb o'ylayman Amerika va Yevropa g'arb davlatlarining, chunki zaten Xitoyni burun mashinada kuchlantirib o'zini beshiq balo qildi, hozir apilshamayapti. Undan bo'lgan keyin g'arb davlatlari bu Amerika zaten qattiq chekladi, even elishmi. Ammo Kanada olaman deb nim qildi. Shu o'tganda bizim shu mashinani olmaysa, Uyg'urlarni majbur emgak sevasa, EV mashinani nimishga olsa deb Kanadada faoliyat qildik. Shu bu boshqa davlatlar azam mashin bo'lgan keyin iqtisodini deb olamiz deydi. Amerikaning buni olmaysan deb qarshi turishimiz shu. Chunki bu Xitoyni yo'g'ontiydi. Haqiqatan ikkinchi qitimliq shokni dunyoga kirib, Xitoy bek kuchlanib ketishi mumkin iqtisodiy jihatdan. Ammo buni shuni kuchlantiradiganmi shu g'arb davlatlari olsa. Agar g'arb davlatlar olmasa, mencha Xitoy iqtisodiy cho'kadi. Chunki o'z vaqtida masalan hatta parçalanışı mümkün. Şu USSR yani Sovyet İttifakı'nın parçalanışıdımı şundaylıqı, bulaylıqı market ekonomi, baza iqtisadiga maslaşmağan halda şu Iğır sanatını işlep çıkarırken traktörler degan garajlar yetip ketip datlışıp sesip hiç kim almay onu. Ahırda çöktü o iqtisadi. Aşta qattiq çökken işini qılamay qalgan. Aşında Iğır sanatını aladigan ya barmı demasdan to'xtamay ishlab chiqarib, ya'ni hukumat buyruq berdi, manchilikni ishlab chiqarsa, shuni ishlab chiqarib burdi. Hozir Xitoymi qaya oladi demay
bunda ishlab chiqarib sotamiz deb bundan nima qilyapti. Agar ashta bo'lsa, u Xitoyning ash xuddi Sovet ittifoqini cho'ktirganning ashu iqtisodiy bir sabab bo'lib qolganda Xitoyningmi iqtisodining cho'kishiga bir sababchi bo'lishi mumkin. Men hozir ko'rsataman, mana bu Yevropa institutining Security Institute deyman bir nima chiqaribdi. Bir prediction ya'ni faraz qilibdi hamda Xitoyning iqtisodi to'g'risida 2030 yilga borganda hozir 5% Xitoyning GDP'si. 2030'ga bağanda 2% düşüdü, 2 düşme. Düşüdü, onun için 2032-2035'lerge bağanda 1% güçüp kaldı deydi GDP'si. Demek Xitay bundaki o iqtisadi davamlılık yükselip mağmaydı. Kendini mağdı diyen gap. Kendini mağsa Xitay'ın iqtisadi çökse, o belki Xitay işçide qalayamqançılıq çıkış mümkün. Onun üstüge bu cyber security'nin bayağı dedik bütün istihbaratını oğulap elib aptı. Bu istihbaratını oğulap elib bilişinin sebebi nima? Xitay özü yaratqan, özünün əskerleri özüge düşman boldu degan gap cyber əskerleri. Am bununki iqib chiqib ketishiga ulam asan alanmaydı deb ba'zi Xitaylar paras qıvatıdı. Alalışıdık sebep bu Xi Jinping generallarını tutqanlığı üçün. Bu generallar belki şu 3 il üçün Xi Jinping'den muş nəslə çikəsün teşiqə deb çıxırvatgan buluş mümkün yani. Yani aqtırıb çıxırvatgan buluş mümkün. Hayqırlar azraq yo'l yechib bo'lishi mumkin deb o'yladi. Ya'ni Xitoyning ichidagi agar iqtisod cho'ksa, bu generallarni Xi Jinping evatdi, butun huquqni o'zim tutaman dedi. Bunda bir narsani qila olamdi, qilamamdi. Xitoyning ichida bir cho'ng qalayimqanchilik chiqishi, hatto Xitoy cho'kishi, hatto parchalanishi mumkin yani. Ya'ni bu Xitoy parchalansa bizga bir fursat chiqadi degan gap. Mesela güçlük mesela Xitay'ınki güçlük bir armiyası var dedik, tera zamanıvi dedik, iqtisadi gücü var dedik, elbette meselelerim var. Ama Xitay'nın ilki armiyası en çok acizlikten birisi paraxorluq onundaki. Irg'uların tazılığı. Onun için Xitaylarınki armiyasının jang qilish iradesi qanchalik sizce mesela? Onu qattiq yetishtiryapti Xitoy. Hammasini kichigidan bola vaqtidan tortib vatanparvar qilib, qattiq millat chiqib yutib bordi. Bu noiti ig'irda butun xalqiga bu masalan armiya bilan xalqni mu armiyada qilibimiz deyapti. Armiya ham davlatni qo'g'daydigan emas. Butun har bir Xitoyning har bir fuqarosi armiyadagi zihniyatga ega bo'lib ketish kerak. Bu zihniyatni taqityapti. Bu baxatarlik hamda. Bunda bo'lgan ahvol ostida hozir ig'ir darajada bular bir millatchi bu zihniyat. Onundan keyin ig'ir darajada millatchi bo'lgan ahvol ostida uchurlari teshig'i chiqatdi deyli, ya'ni iqtisodiy cho'kab ojizladi deyli. Iqtisodiy cho'kab ojizligiga vaqti Amerika Xitoyni parchalab undaq necha parcha qilib bitishni xohlamaydi. U yer qalayimqanchilik chiqarishni xohlamaydi. Albatta rayondagi balansini saqlayman deydi, ammo faqat Xitoyning ojizlashishini xohlaydi. Shuningdek bizning ba'zi Uyg'urlarimiz Amerika bizni ozod qilib berdi, Amerika bizni parchalab berdi, butun umidni bir Amerikaga bog'lab olish to'g'ri emas-da endi. Chunki Amerika Xitoy o'zligidan parchalanib ketsa, tinchlik bilan. Uning xo'sh bo'lishi mumkin. Ya'ni kichik Xitoymi balki bir bo'lgudagi bir nimani balansini saqlay olish mumkin. Aciz tutup balansını saqlayman deydi. Bek kushunib, mening o'rnimni olmaysa deydi Amerika shu. O'zimning o'rnini olmaysa, mening dunyodagi xo'jadorligimni olmaysa, men akovulma dunyo va sen akovulmaysa deydi. Shuni uni cheklaydi. Ammo onu içi kirib parçalab yoki urush qilib birib yoki bizni kushkurtib u yerda urush qilib sizlar mustaqil bo'lib ketdinglar yoki Tibet mustaqil bo'lib ketsin deb unda qilib bir qalayimqanchilik chiqarish Amerikaning unda bir niyati yo'q, manfaatiga uyg'un kelmaydi. Bizni nemishga mustaqil qilib qo'ydik. Shunga yillardan beri teshid da'vo qilayotganlarmi mustaqillik da'vosi qilinmaydi. Chunki davlatlar uni bevosita qo'llamoqli hech qanday bir davlat u sening mustaqilliging bilan mening nima chattig'im deydi. U bo'lgudagi manfaatiga uyg'un kelmaydi. Ammo u inson haqlari deganmi cho'kdi. Shundan Amerika uni bir tenga ammas qilib o'zining prinsipini o'zi dastsivatdi. U Gazadagi xalqni partlatishga yordam qilib, Irondagi qizlar maktabini bombalab partlatib, unimi bir tenga ammas qilyapti. Endi bu teshidagi inson haqlari Xitoy bizga azroq huquqimizni bersin. Xitoy bizga azroq yaxshi muomala qilsam bo'ldi. Biz shuning rozi deganlargami Xitoy ishingni qil deydi. Shunami o'tmaydi u gap bundan keyin. Chunki Amerika o'zi dastlab o'tdi u sistemaga. Diyanchivatdi-da, ya'ni. Ama mustaqillik deganni o zaten qilib bermaydi boshqa davlatdan bir nima kelmaydi. Boshqa davlatdan umid kutib qiladigan narsa emas. Ammo boshqa bir shaklda Xitoy o'zi, ya'ni ishchidan baya degandek iqtisodiy cho'ksa,
Onundaki hərbi nəslər aşkar olub getsə, generallara qarşı çıxıb bir qarşılıqçı, bir güclər peyda bolsa, özara uruşub getib, işçidən özü parçalanıb getadigan iş olsa, o vaxtda da bizga bir fursat chiqsa, u yerda bizni qo'llaydigan boshqa tashqi kuchlar chiqishi mumkin. Chunki allaqachon chiqib bo'lgan bir qalayimqonchilikni, ha bo'ldi bunda qalayimqonchilik chiqmasin, sizlar mustaqil bo'lmay o'tiraveringlar demaydi-da, chunki u qalayimqonchilik baribir chiqib bo'lgandan keyin, ha sizlar mustaqil bo'linglar, meya tuzalsin deb, uningdan manfaat oladigan kuchlar chiqadi yani. Sizin hazır degan noktanızda mında deb bir narsa chiqarg'ili bo'lamdi masalan. Amerika bilan Xitoy ikkisi bir-biriniki cho'kishni xohlamaydi. Bir-birisining mavjudiyatini ziddiyatlashgan, raqobatlashgan asosda bir-birisining mavjudiyatini qo'g'daydi deb ashuna bir narsa chiqarg'ili bo'ldi. Undan mı dep ketmeslik gerek çünkü burundan bütün stratejistler Amerika Xitayni raqobatchim deydi. Raqobatchi deb düşman emas raqobatchim deydi deb kiliklik onun üstü Trump mı ötkenki reportta da düşman degendi bu qitim ağız vatdı o gibi ne şuna mı? Ha, hepsi doktorlar. Bunların hepsi bir taktika buluş mümkün. Eğer çıkılsa düşman, çıkılmasa yani ama sen benim ornumla anmaysa diyecek. Sen benden aciz tu. Ben bil tang olamam. Şuna deydi Amerika. Xitayning onun niyeti yaman. Neymiş ki sen bil tang olmayma. Ben dünyanı sümürme. Ben alıma, ayağımı alıma, meyanımı alıma dep abayımı dedim 9 dashline. Şu yerdeki bütün hemmisini muş deniz rayonundaki bütün xalqninki oralları batulsa u yerdan chiqadigan neft degan necha 100 milyon ma necha qancha 11 şu South China Sea yani Janubiy dengizning Eastni sharqni qatmaganda aşağıdan chiqargan neftning o'zlam 11 bilyon Amerikaning enerji uchur manbasiga qaraganda 11 bilyon barrel degan shunday chiqibdi. Uyg'urcha barrel nima deydi. Shunchalik chiqadigan neft u yerdagi behchiq neft bor. U janubida texmi jiqda, u tabiiy gazchi texi. Unda bo'lgankin u Xitoy u yerdagi boylikni musha mening tavarimda uşaq davlatning hech qaysiga bermay olaman deyiglik, o'ttir sharqqa ta'sirimni kirgizaman deyiglik. Ama gerçi Hormuz bo'g'ozidan Irandan oladigan nefti bek az bo'lsa-mu, boshqa davlatlardan oladi Xitoy. Shuna u Gulf davlatlaridan oladigan nefti bor. U yerdan mo neftni ilib müşani men kontrol qilman. Ta'sir kuchimdan men bir balvoq bir yo'l bor, quruqlikdan kengayma, dengizdan kengayma deb ikki yo'ldan kengaymichilik qilyapti Xitoy. Bu Amerikani cho'chitdi, ya'ni buni bunda qo'yib bersa Amerikaning o'rnini tortib oldi degan gap. Unda raqobatlashib turimiz, samamushda turiva deydigan ish yo'q endi. Qancha jiq ojizlashsa shuncha foyda Amerikaga. Xitoymi Amerikani qancha kichikiltibsa, qancha kuchi yo'q qilibsa shuncha foyda. Lekin unchalik kuchi yetmaydi Xitoyning. Tirishiyotdi-da shu iqtisodiy jihatdan kengayma deb bahona bilanchu. Askariy jihatdan nima qilamiz. Ammo meni bir uruytib qolarmi Amerika deb harbiy nemisni qattiq taraqqiy qiladi. Hozir Xitoyniki dushmani Amerikalam emas. U biz boya deganimdek Amerikaga umidni bog'lab qolsak bo'lmaydi deganim shu. Kimning manfaati bizga kesishib to'g'ri kelib qolsa vaqti kelganda shuni biz tashqi kuchlarning yordamiga ehtiyojimiz bo'lganligi uchun tutishimiz lozim. Chunki bu yerda unda Xitoyni Amerika hech nima qilmaydi va hozir ba'zi siyosatchilar, nurg'un siyosatchilar da'vatini Amerika mush Hormuz bo'g'ozidan cho'kdi, tugudi, hamma nimasi vayron bo'ldi, bitdi. Amerika bunda yo'q bo'lsa bizning ishimizni tugudi. Ya bizning ishimiz birla Amerika qarashliq emaski. Amerika cho'ksalam Xitoy degan dunyoni olib ketadigan unda ish yo'qki. O'tgan qitimqi suhbatda dedim Amerika tex butunlay cho'kmadi. Uning ustiga ayat Yapon bor, Hindiston bor, Alloh qarab turmaydi u Xitoyniki unda qilib ketishiga uchun. Rus bor, uning ustiga Rusma hozir amalsiz jim turgan bilan u O'rta butunlay Xitoyning olib ketishini Rusmi xohlamaydi. U Xitoyning atrofida faqat yolg'iz Amerikalam dushman emaski Xitoyning. Shunga biz bek Amerika agar ojizlab qolsa biz tugabdik degandek munda zihniyatda bo'lsak bo'lmaydi. Birinchi Alloh, ikkinchi o'zimiz, uchinchi boshqa yerdan fursatlarni izlash kerakda. Endi hozir Xitoy mishayda Amerika bilan raqobat qilyapti masalan. Xitoyning masalan yaqinda Sharq Turkistonda menda 3 yangi rayonni belgiladi masalan. Sharq Turkistonning Qashqarga qarashliq 3 rayonda Afg'oniston, Pokiston, Hindiston chegarasiga yaqin yerda 3 tane yangi rayonni belgilabdi. Bundan burun masalan Tojikistonning chegarasida 9 tane yangi harbiy va istixborot kuzatish punktini qurganga 45 milliard dollar sarf qilgandicha masalan biz chiqarimiz bitib bunu deb. Yuqoridagi bu o'zgarishlar yangi rayonlarni belgilashi, buni qilishi, bu nimani tushuntirib berdi sizcha?
Xitoy o'zininki hozir manda qarasangiz bu demak biladi hozirmi deb o'tdim. Hindistonmi Xitoyga Hindistonning o'zi bilan iliqi bir do'st bo'lmaydiganini biladi, chunki chegara nimasi bor. Chegara talash tortishi bor bularninki. Andan keyin Yapondanmi shunda. Shuning bu bayami deb o'tdim chegara rayonlarini qattiq qamal qilyotdi. Tuyuqsiz bir urush chiqib qolsa. Ya'ni baya dedim bu askeri nemisda Xitoyning o'ttirib qo'ygan doktrinasi, urush doktrinasi ilqi canlıq sistem paydo qilish, undan keyin o'zini o'zi yengila oladigan backup plan, ya'ni birsi o'zi birsi o'rnidan qo'yib oladigan, bir sistem o'zi bir sistem o'rniga chiqadigan, bunda bir sistem paydo qilish, ya'ni bir sistemni yo'qotib asli keyinda masalan bir liderni o'ttirib asli qolgan ishni qilmaydigan ish bo'lib qolmaslik yoki bir urush sxemasini bir iki qurollarni bir alayda bir yani partlatib vayron qilsa boshqasi yo'q bo'lib qolmaslik uchun bir narsani necha qo'shlab qilib mundaq qilish mumkin. Har bir xalqning zehniyatiga singdirib o'tish, munda bir doktrinni chiqarib hozir xatarni undan keyin mush doktrina ichida ya'ni xatarni oldin bilib turish, dushmandan burun Xitoyni bilib bo'lish va avtomatik javob yondirish deydigan munda nima qilyotdi shu bular oldin tayyorlik qilyotdi. Hech qanday urush bo'lmasimi, agar urush bo'lib qolsa biz yengolmay qolamiz shu doktrin bo'yicha mushta tayyorlik qilmasak deb shu oldin ola hozir Xitoy masalan Hindistonga ishonmaydi, chunki chegara nimasi bor. Shu bu yerlarga bu 3 nahiyani qurdi Xitoy, ya'ni administrativ qildi. Onun adı Xekan Xan deb men birisini qurgan. Hozir yaqinda Sanling deganni qurdi. U Xekan Xan degan bizninki Aqsaychin. Aqsaychinninki nihoyatda cho'ng bir qismi g'ilam qurdi-da endi uni. Ammo o Sanling degan Pokiston, Afg'oniston chegarasiga yaqin shu yerga qurdi. Hozir men xaritini ko'rsatay. Xarita qarasanglar, Xitoy bu yerga bundaq nima akirsa, aslan bundaq bir nahiya qursa, u yerga saqchilarni akiralaydi, askar butun narsani akirib, yani boshqaradigan butun ishni u yerga akirib bo'ldi-ku. Xitoy akirib bo'lgandan keyin u bizning Aqsaychin u yer degan Kashmir bilan Pokistonni o'rtasidagi talash tortish Jammu Kashmirga yaqin, shuna Aqsaychin. U Jammu Kashmirni Hindiston kontrol qilganlik, to'pisidagi Kashmirni Pokiston kontrol qilganlik. Bu ikkisining jiddiy shu Kashmir jiddiy Pokiston bilan Hindistonning. Agar Aqsaychin içinde ayada Xitoy nahiyelerini kurup u yerga askarlarni akirsa, u yer degan Hindistonning poytaxti Delhiga 2 soatlam. Xitoy bilan Pokiston billa mushta qo'rshapli Kashmirni iliblam u Hindistonning poytaxtini ve Hindistonni birdamda unda qo'rshib oldi, ama tarafdan Xitoy yana qo'rshag'liq, Himalaya tarafdan, Tibet tarafdan qo'rshag'liq, oyoqdan bu chambarning ichiga iplam Hindistonni siqib o'tirdi degan gap. Shuningga bu Hindiston uchun intayin xatarlik bu Xitoyning bunday narsani qurishi. Shu Hindiston cho'chib ketib, bu nim deb bunda qurdi, bu Aqsaychin bizning tusa deb o'yliqi nima qildi-ku? İfade bildirdi Hindiston. Narazılık bildirdi. Ministri narazılık bildirdi officially. Endi asli bu yerdagi border dispute mençe çünkü Xitoy bilan Hindiston talışıp hal qiladigan narsa emas. Asli Hindiston Sharq Turkiston bilan talishi kerak bu Aqsaychinni. Chunki Xitoy degan colonizer, u yer Xitoyning emas. Xitoy u yerni besib olgan. Ilib o'zining qilib ilib talashyapti-da endi. Sharq Turkistonning bir qismi. O'z vaqtida bu qanday bo'lib Aqsaychin emisi bizningmi, Hindistonningmi deb nurg'un odamlar so'rdi. Men demişa bir qistirib o'tib ketay. Aqsaychinni o'z vaqtida 1865-yili Johnson degan u vaqtida British Empire, Angliya, Hindistonni boshqaruqliq-ku. Başqaruqliq, mustamlik qilg'iliq. Shu vaqtida u Johnson degan berib, diplomat berib u yerga. U vaqtida Xotanning xoni va u yerda, shunda u Xotanning padishasi bor. U Xotanning padishasini so'ramagan. Uning bilan o'tirdi bir shartnomami bo'lmagan. Ashani bunda tekshirib keplam bu bir report yoziblam sungan. Uni Angliya hukumatimi u chaqda British Empire'mi bir qabul qilib rasmiy qabul qilib mushta bo'lsin deb uning xaritasini bundan nima qilmagan. Keyin u buning Angliyaning yozarlari, Hindistonning yozarlari hammasi demak mush Aqsaychinning chegarasini shunda Hindistonning ichiga qilib yozib bergan-ku u reportida. Yozganki mush Hindistonga tava qiliblam ular. Shuninglar shunda davogan. Bu ya bu Sharq Turkistonning emas, Hindistonning yeri deb. Amaliyotda u yerda Xotan xoni bilan bir kelishgan shartnoma yo'q, elib olgan bir narsa yo'q. Ama keyin Yaqub Begim buning qarshi chiqmagan, chunki Angliya imperiyasi o vaqtida qabul qildi emasmi? To'nigandan keyin bizning Qashqariya davlatini shuning qarshi chiqmagan bo'lishi mumkin. Shunga Hindistonni da olgan. Keyin Mao Qing sulolasiga keyin yana bir Mao
McDonald deydigan yana bir diplomatlar chiqib, ular bir survey qilgan, u keyin qilgan 1890-yillar Qashqariyani mag'lub qilib Xitoy Qing Manju besib olgan vaqtida yana bir qitim survey qilib, u vaqtida u yerlarni Xitoyning chegarasi qilib, Aqsaychinni Manju Qingning chegarasi qilib sizib qo'ygan. Ammo uni degan Manjuning chegarasi qilib sizgan shu chaqdimi? O Manju degan umi kolonizer. Onun chegarasi qilib sizib qo'ydigan uning haqqi yo'q. Shunga bu yilqi imperiyalarning o'ynaganli bir narsasi bu yerda. Shunga bu ya Aqsaychin masalasi kelgusida Sharq Turkiston mustaqil bo'lganda Hindiston bilan ustalga o'tirish to'g'ri kelsa, kimlarni etkilaydi, kimlarga ta'sir qildi. U yerda Sharq Turkistonning Pokiston bilan Kashmir bilan bo'lgan munosabati qanday bo'ldi u chaqda? Hindiston bilan bo'lgan munosabati qanday bo'ldi? Biz bir betaraf o'rin tutamdik yoki qanday tutamiz? Shuni munosabat bo'ldi, chunki agar biz Pakiston bilan bek do'stlik munosabat be shariat davlat qurib yo qattiq musulmon davlatlar qurib ketib qattiq do'st bo'lib ketmay mındaq non-alignment, mındaq betaraf neutral siyosat qo'llanamiz deb mındaq qilib qolsak, u vaqtida Hindistonning Aqsaychinni tanlashining bir ahamiyati qolmaydi deb o'ylayman, chunki biz Hindistonga tahdid bo'lmaymiz u vaqtida. Ammo Hindistonning qo'rquvini bular bir shu yerda bir bir qattiq bir diniy davlat qurib, musulmonlar birligi bir xalifa bo'lib ketimiz deb Pokiston bil qattiq yaqin bo'lib ketib qolsa, bularmi menga bermaydi, urush qiladi, tahdid bo'ladi deb qo'rqib tanlashi mumkin. Agar unda bo'lmaydigan ish bo'lsa, Hindiston bilan munosabatimiz yaxshi bo'lgan ish bo'lsa, u vaqtida Aqsaychin Hindiston uchun bir tahdid emas, menchi olaman deb ketishiningmi bir hojati qolmasmikin emas, ammo bu shaxsiy fikrim. Ularning nima poytaxtiga 87 kilometr keldi-ku deymi Hindistonning endişinin birisi. Aqsaychinning ham mudofaa ham hujum qilish nimasi bor ekan, egizlik bo'lgandiki. Ha. Şunu dağıtmam, eğer biz tehdit olmasak Hindistan'a kelgüsüde, Hindistan üyeni alımen de pek küçülmesliği mümkün. Hazır Xitay tehdit olğaşıp küçüldü. Eğer biz Hindistan'a tehdit oludığan bir devlet kurup kalsak, o vakti bizden alımen de küçüşü mümkün. Şu bunu hazır bir nas digin olmayıp çöp yani. Kelgüsüde Şarkı Türkistan devlet kurulup kalgan vakti da, eğer Hindistan üyeni Xitaydan ilib aldı mı deyli hazırki vaqtda. Xitaydan ilib algan taqdirda mı kelgüsüde yani Şarkı Türkistan'dan ibaret bir devlet kurulup kalsa, kelgüsüde bu Şarkı Türkistan qanday pozisyon tutdu. Hindistan bizga hücum qılamdı eğer. Biz Hindistan'ı tehdit edip bilsek, o vaqtda biz Aqsaychinni tanışımız o vaqtda, düşünəmi? Eğer Hindistan bizni tehdit edip bilse, Hindistan bizden tanışıdı. Şuna bizniki qanday bir devlet kuruşumuz Şarkı Türkistan'dan başqalar bilan bo'lgan geopolitikal, geostrategik munosabatlari o vaqtdagi xalqaro vaziyat bölgüdeki. Şular belgilaydigan narsa, hozir o'tiriblar Aqsaychin palanchini, Aqsaychin pustanchini degan bo'lmaydi, chunki bu imperiyalar sizib qo'ygan bir xaritada. To'g'ri. Qimmatli ko'ruvchilar, vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'p rahmat. Ikki qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Ruqiya xonim, sizga rahmat. Sizga ko'p rahmat, ko'pchilik rahmat.